tarbiya bo'lsa, kelajak porloq bo'ladi. Biz farzandlarimiz uchun yaxshi hayot, yaxshi vatan qoldirishimiz bilan birga vatanimiz uchun tarbiyali farzandlarni dunyoga keltirishimiz va tarbiyalashimiz lozim. Oila insonning ilk maktabi. Biz hayotimiz davomidagi ilk maktabni, ilk darsni kimdan olamiz? Avvalo ota-onamizdan olamiz. O'xshatgan shoir buyuk shoir deydi. Abdulloyev shunday deydi: yigit kuchga to'ldi yetildi, bilaklarni to'ldirdi muskul, chamasida bilak kuchidan, qarshisida oson har mushkul. U ustada metin tog'larni sovuradi mayin kul kabi, lekin yozning qo'lida, yuzida u qo'l siypalanar mayin gul kabi. Biz qanchalik baquvvat bo'lmaylik, lekin rafiqamizni oldida uni o'zimiz kuchimizni ko'rsatishimiz kerak. Mafkurasida bo'shliq paydo bo'lsa, g'oyaviy insonda bo'shliq paydo bo'lsa, nima qiladi? Faqat buzg'unchilik bilan shug'ullanadi. O'ylaydi, siz xo'jayinsiz, siz eringiz Mehrdan bunyoddir har bir makoni. Unda tarbiya bor, unda sabr bor, unda vatan uchun buyuk g'urur bor. Harbiy xizmatda yurtni asrarsan, sening ortingda esa oila turgan. Onaning duosi ham farzand sog'inchi senga kuch beradi har bir daqiqasi.